Hammaga salom. Ma'lumki, obunachilarimiz kam, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, ya'ni bizdan XS Max obzorini qilishni so'rashibdi. Ya'ni XS Max haqida ham video bo'lsin. Xo'sh, bugungi videoda 2025-yilda bu smartfon sotib olsa arziymi, yo'qmi va bu smartfon tarixi va texnik xususiyatlarini ko'rib chiqamiz. Bundan oldin esa kanalga obuna bo'lib qo'yishni, videoga bitta like bosib ketishni unutmang. Bu smartfonimiz tarixiga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni eslasangiz, birinchi iPhone 6 Plus versiyasini chiqargan. 6s Plus'ni chiqargan, iPhone 7 Plus'ni chiqargan, 8 Plus chiqargan va orada X chiqargan. Xdan keyin esa XS chiqargan va XS Max'ni chiqargan. Va shunaqa qilib bu smartfon bizga XS Max, ya'ni Max versiyasini boshlab bergan. Mana shunaqa qiziq tarixi bor. Ya'ni biz hozir o'rganib qo'ygan, ya'ni biz ishlatayotgan Max versiyasini birinchilardan bo'lib mana shu XS Max boshlab bergan. Smartfonimiz tashqi ko'rinishi o'tadigan bo'lsak, tashqi ko'rinishi juda ham zo'r ishlangan. Hozirgacha menga dizayni yoqadi. Misol uchun, kamera dizaynlari juda minimal usulda ishlab chiqarilgan. Ya'ni unaqa badizga urib qolmaydi. Misol uchun iPhone 16 da ko'rayotgan bo'lsangiz, hozir fonarik, ya'ni chirog'ini chiqarib qo'yishgan. iPhone 16, iPhone XS da esa komfort bo'lsin deb shu ikkita kamera o'rtasiga fonarikni tiqib qo'yishgan edi. Mana shunaqa zo'r tomonlari bor. Va bu smartfonni o'zim ishlatib ko'rganman. Max emas, XS da o'zini ishlatib ko'rganman va Rose Gold, ya'ni pushti tilladigan rangda ishlatib ko'rgan. Juda ham yoqadi, zo'r rang. Bundan tashqari siz bozorda bu smartfonni qora va oq ranglarda ham topishingiz mumkin. 3 xil rangda chiqarilgan. Bu smartfonni unutmaymiz, ya'ni flagman bo'lib chiqqan. Flagman bo'lganligi hisobiga yonlari metalldan qilib ishlangan, ya'ni alyumin emas. Kamera modeli boya aytib o'tgandek juda ham minimal uslubda ishlangan. 1x da ham oladi va 2x optik zoom ham bor. Orqada ikkita kamerasi 12 megapikseldan sizga 4K formatda 60 ta kadrda video yozib beradi. Oldi kamerasi esa 7 megapiksel tashkil etadi. Afsuski 4K da sizga video yozib bera olmaydi. Full HD 60 ta kadrda video yozishingiz mumkin. Oldi kamerasida albatta. Displeyga to'xtaladigan bo'lsak, iPhone 11 Pro Max displeyni razmeri bilan bir xil bo'lgan, ya'ni 6.5 dyumli OLED displey, 60 Hz ishlaydigan displey turibdi va ekran yorug'ligi 625 nitni tashkil etadi. Bu hozirgi kunda sal kamroq bo'lsa ham, lekin o'sha paytda sal yaxshi ko'rsatishsa ham bo'ladi. Xotirasi o'sha biz o'rganib qolgan 4 GB lik RAM ni boshlab bergan desak ham bo'ladi. Chunki o'sha XS Max dan boshlab 4 GB RAM qo'llanilgan. Bundan oldingi iPhone X esa 3 GB RAM edi. Mana bu bilsangiz, mana bu iPhone SE 2020 da ham 3 GB RAM. XS da esa 4 GB RAM. Siz bu smartfonni bozordan 64, 256 va 512 versiyalarda topishingiz mumkin. O'sha paytda eng baland versiya yana 512 GB bo'lgan. Nimagadir meni o'ylantiradigan narsa 128 chiqmagan. O'sha 64 optisha 128 GB qilib qo'yishsa bo'lmasmidi o'sha paytda o'zida. Smartfonimiz batareykasi 3174 mAh lik batareyka qo'yilgan. Ya'ni 2658 mAh lik batareykadan sal ko'proq desak ham bo'ladi. Bu 2658 mAh XS batareyka sig'imi hisoblanadi. Smartfonimiz 2018-yil taqdim qilingan va A12 Bionic prosessori qo'yilgan. A12 Bionic prosessor hozirda ham o'zini yaxshi ko'rsatib kelmoqda. Oradan 2018-yil taqdim qilingan bo'lsa, oradan 7 yil o'tib ketibdi. 7 yil ichida bitta bola tug'ilib, maktabga borib, birinchi sinfda o'qiyotgan bo'ladi. Mana shu yil davomida bu smartfon o'zini juda yaxshi ko'rsatyapti. iOS 18 ga ko'tarib turibdi, haligacha yangilanish olyapti. Faqat bitta batareykani almashtirib, bemalol ishlatib yursangiz bo'ladi. Misol uchun o'zim bu smartfonni XS versiyasini ishlatib ko'rganman. Juda ham yaxshi, lekin ba'zi bir iOS 18 yangilagan, men iOS 17 paytda ishlatib ko'rganman. Ba'zi bir baklarni ko'rardim. Ya'ni PUBG da 60 FPS ochgani bilan sal qotishlar his qilishingiz mumkin. Yoki Instagram shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda o'tirganingizda ovozlar kech yetib borishi, mana shunaqa qotishlarni, baglarni his qilishingiz mumkin. Shunaqa tomonlari ham bor. Chunki bu albatta eski telefon. 7 yil ichida bunaqa natija albatta yaxshi, chunki haligacha yangilanib kelmoqda. Bu smartfonimizni plus va minus tarafiga o'tadigan bo'lsak, plus albatta bizga o'sha paytda Max versiyasini taqdim qilgan, ya'ni 6.5 dyumdagi katta Max versiyasi o'sha paytda bizni hayotimizga kirib kelgan. Va yana bitta plus tomoni katta displey, ya'ni 6.5 dyumli OLED displeyda siz mazza qilib o'yin o'ynashingiz, montaj, shunaqa ishlar bajarishingiz mumkin. Minus tomoniga keladigan bo'lsak, shunaqa katta 6.5 dyumli ekranda 3000 mAh dan ortiq batareyka qo'yilgan, lekin nimagadir batareyka avtonomiyasi yaxshi emas. Chunki ko'p XS Max ishlatiganlardan eshitib ko'rdim, unaqa yaxshi o'zini tutib, ko'rsatib bera olmayapti degan gaplarni eshitdim.
Lekin siz bitta usiliy yoki yaxshi original batareykani bironta yaxshi servisda o'rnatib olsangiz, mazza qilib yana 1 yo 2 yil zapasi bor bu smartfonni. 1 yil desak ham bo'ladi va siz ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Bitta batareykani almashtirib, lekin qizish tabiiy holat. Chunki smartfon eskirgan sari qizishi boshlaydi. Chunki protsessor eskira boshlaydi. Shuni hisobiga. Xo'sh, o'zi bu smartfonni kim sotib olish kerak? Misol uchun siz 8 yo shunga o'xshash eskiroq model ishlatadigan bo'lsangiz, Xs Max sotib olsangiz bo'ladi, agar pulingiz kam bo'lsa. Chunki bu pulingiz kam, keyin kattaroq displey xohlayapsiz, bitta power bank va bitta batareyka almashtirib olsangiz, bu smartfon ham eng zo'r smartfonlardan biri. Mazza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni kattaroq displey bu sizning plyus tarafingiz albatta. Mana shunaqa do'stlar, bu texno tahlil edi. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini kommentariyada yozib keting.